Biz jismoniy bo'lmagan mavjudotlardan iborat 12-o'lchovli kollektivmiz va sizga yordam berish uchun keldik. Siz har doim Xudoning marhamatiga ulangan bo'lasiz. Uni so'rashingiz shart emas. Unga ulanmaganligingizni o'ylashingiz shart emas. Aslida siz har doim u bilan bog'langansiz. Chunki siz Xudoning, hammaning, borliqning manbasi bo'lgan ulkan energiya ichida yashaysiz. Shuning uchun siz hech qachon o'zingizdan uzoq, ajratilgan bir yaratuvchidan alohida bo'la olmaysiz. Buni eslatishimizning sababi shuki, agar hamma narsa manba bo'lsa, har bir inson manba bo'lsa, demak, hamma narsa Xudoning marhamati ichida sodir bo'lmoqda. Va shunda siz bir haqiqatni tan olasiz. Hamma narsa Xudoning rejasi. Har bir voqea ilohiy tartib asosida joylashgan. Manba biror narsaning mavjud bo'lishiga ruxsat bermas edi, agar u yuksak maqsadga xizmat qilmasa. Bu sizga yengillik bo'lishi kerak. Chunki dunyoga uzoqroq nazar tashlasangiz, qarshi chiqadigan juda ko'p narsani topishingiz mumkin. Atrofda yoqtirmaydigan, rad etadigan holatlar siz uchun yetarlicha. Shunday bo'lsa-da, sizning vazifangiz bu vaziyatda ularni jazolash yoki ularni majburan to'g'irlash emas. Sizni vazifangiz Xudo sizni tanishingiz uchun yaratgan. Har bir narsaga javoban chin o'zingiz bo'lish. Hamma narsa mukammal ekanligini anglaganingizda, siz ham unga yanada mukammal javob bera boshlaysiz. Va bu javobni yuragingizdan topasiz. Sevgi shu yerda. Fikrlar, qo'rquvlar, eski e'tiqodlar uni berkitib qo'ygandir. Ammo chuqurroq kirishga tayyor bo'lsangiz, albatta topasiz. Bilasizmi, siz qidirayotgan narsa aslida o'zingiz. Shuning uchun siz uni topasiz. O'z mohiyatingizni topganingizda, siz o'zingizni Xudo sifatida taniysiz va boshqalarning ham manba energiya mavjudoti ekanini ko'ra olasiz. Bu ong bilan yashaganingizda tebranishingiz ko'tariladi va siz o'z yuksalishingizni yakunlay oladigan darajaga yetasiz. Shunda siz yangi bosqichga o'tasiz. Yangi imkoniyatlar, yangi tajribalar va siz aynan bu yerga kelib, aynan shu yo'lni tanlagansiz. O'zingizni shartsiz sevgi sifatida tanish baxtini o'zingizga bering va siz kim ekanligingizni anglab, shu ong bilan fikrlay boshlaganingizda, so'zlaringizda va harakat qilganingizda hamma narsa joy-joyiga tushadi. Va siz har doim ichida bo'lgan Xudo sizning ichingizda allaqachon mavjudmas. Ammo hali jismoniy ong tomonidan to'liq tanilmagan haqiqatni uyg'otish uchun shu yerdamiz. Bizning asosiy maqsadimiz o'zingiz, olam, manba, yaratuvchi va boshqalar haqida tushunchalaringizni kengaytirish. Bu tushunchalar o'zgargan sayin sizning kimligingiz, qanday yashashingiz, qanday fikr qilishingiz va qanday so'zlashingiz ham o'zgaradi. Bu esa hayotingizni chuqur va ijobiy tarzda o'zgartiradi. Shuningdek, siz yashab turgan olamning
haqiqiy tabiatini aniq ko'ra boshlaysiz. Ilm sizga ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni ko'rsatib beradi. Ilm sizga kvant olamining qanday ishlashini, atom osti zarralarining qanday harakatlanishini tushuntiradi. Shu orqali siz shuni anglaysizki, o'lchab bo'ladigan moddiy dunyo bilan metafizik dunyo o'zaro bir-birini to'ldiradi. Ular bizga savol bilan murojaat qiladi. Biz qayerdan keldik? Biz qayerga boramiz? Bu hayot imkoniyatini qanday eng yuqori darajada ishlata olamiz? Har bir insonning o'z yo'li, o'z rejasi bor va hozir siz hech qachon bo'lmagan darajada ko'proq o'z yo'lingizni o'zingiz tanlashingiz kerak. Ongingiz kengaygan sari hayotingizda nimalar bo'lishi mumkinligini o'zingiz belgilay olasiz. Siz o'z kuchingiz haqidagi haqiqatga uyg'onyapsiz. Bu juda muhim uyg'onish. Chunki o'zingizni shu yerda oddiy insonman, tashqarida kattaroq kuchni rozi qilish uchun yashayapman deb o'ylash sizni buyukligingizni sinartiradi. Bu sizning erkin irodangizni va yaratuvchanlik quvvatini pasaytiradi. Siz ulkan yaratuvchilik qudratiga egasiz. Siz manba yordamida yaratasiz va ayni paytda manbaning ichidan turib yaratyapsiz. Siz o'z ongingiz bilan kvant zarralarini sizni quvontiradigan tarzda harakatlantira olasiz. Sizda erkin iroda bor. Har bir vaziyatga qanday qarashni, qaysi vaziyatga bo'lgan qarashingizni o'zgartirsangiz, aslida hozir yerda bo'lishingiz bilan ko'proq yashay olasiz. Ya'ni qanchalik og'ir bo'lishini his qilayotgan bo'lsangiz ham, siz o'zingizni yer hayotini yaxshilash uchun shu yerga kelgan mavjudot sifatida ko'ra olasiz. Siz ongning ko'tarilishiga hissa qo'shish uchun shu yerdasiz. Quvonch, sevgi va tinchlik tarqatish uchun shu yerdasiz. Siz asl tabiatiga ko'ra shifokor va fikr rahbarisiz. Agar ba'zan azob chekayotgan bo'lsangiz, sabablaridan biri shuki, siz hali o'zingizning chinakam o'zgartirish kirita oladigan nur sohibi ekanligingizni to'liq tanimagan bo'lishingizdan. Faqat shu yerda yashashning o'zi uchun o'z tebranishingizni pastlatganingizni tushunganingizda, aslida hayotingizning eng muhim maqsadi o'sha tebranishni qayta ko'tarish va atrofingiz sizga uydek tuyuladigan energiya makoni yaratish ekanligini bilasiz. Shu energiyani yaratganingizda dunyoga ochilishingiz osonlashadi va atrofingizdagi past tebranishli energiyalar sizga ta'sir qilmay qo'yadi. Yerda uchragan narsalarning hammasini ichingizga singdirishingiz shart emas. Ularni hukm qilishingiz, qo'rquvga tushishingiz yoki ulardan himoyalanishingiz shart emas. Biron narsaning tebranishini, pastligini anglab, unga balandroq tebranish bilan javob berishingiz mumkin. Bu sizning yerga kelishuvingizning muhim qismidir. Aynan mana shu yerga chuqurroq yana takrorlayman. Yaxshilab his qiling va eslating o'zingizga. Biror narsaning tebranishini, pastligini anglab, unga balandroq tebranish bilan javob berishingiz mumkin. Va aynan bu sizning
yerga kelishuvingizning muhim qismidir deyapti. Ya'ni bu shuni anglatadiki, sizga atrofdagi insonlarning munosabati, qaysidir vaziyatni sezasiz, ularni sizga qilayotgan munosabati yoqmayapti va ularning aytayotgan gapi o'sha pastki chastotaga to'g'ri keladi. Mana shu yerda agar siz ularga ular kabi javob qaytaradigan bo'lsangiz, siz bu yerdagi kelish mohiyyatingizni unutdingiz degani. Sizga jahl qilayotgan insonga jahl bilan, sizdan nafratlanayotgan insonga nafrat bilan javob qaytarish bu yechim emas deyapti. Aynan ular sizga shunaqa munosabat bo'lganda, siz baland chastotada o'sha ilohiy sevgini his qilgan holatda baland tebranish orqali javob qaytarishingiz deyapti. Sizni bu yerdaligingizni asl mohiyati deyapti. Mana shuni unutmang. Endi qarang, siz baland tebranish orqali ularga javob qaytarish uchun sizni o'zingizda bu tebranish bo'lishi kerak. Siz bu tebranishni qayerdan olasiz? Bu sevgini qayerdan olasiz? Buni yagona manbadan, ilohiy manbadan, Xudodan olasiz. Ilohiy ruhingizdan olasiz. Toki ular bilan aloqani qayta tiklamas ekansiz, ular bilan o'rtangizda to'sib turgan bloklarni eritib, qalbingizni ochmas ekansiz, buni imkonsiz. Demak, bundan keyin hayotingizda aynan shu aloqani kuchaytirishingiz kerak ekan. Muqaddas ilohiy ruhingiz bilan va yagona yaratuvchi bilan va ilohiy manba bilan aloqangiz kuchaytirsiz, siz asl sevgini, ilohiy sevgini ular orqali olib, insonlar atrofda pastki chastotadagi insonlar, vaziyatlar sizga taklif qilgan jarayonni ichiga kirmasdan siz o'zingizni yuqori vibratsiyangiz orqali javob qaytara olishingiz mumkin. Va bu sizning yerdagi asl muhim. Aynan siz farq yaratish uchun keldingiz va yaratmoqdasiz. Siz yuqori tebranishlarni, jumladan galaktik energiyalarni yerga olib tushayotgan lankarsiz. Chunki insoniyat bilan koinotdagi boshqa mavjudotlar orasidagi bog'liqlikni tushunasiz. Qarang, mana bu so'zga. Siz insoniyat bilan koinotdagi boshqa mavjudotlar orasidagi bog'liqlikni tushunasiz deyapti. Aynan bu vazifa sizga yuklatilgani juda katta faxr tuyg'usini beradi. Ya'ni o'tkazguvchi sifatida yuqori olam bilan pastki olamni bog'laysiz. Bu sizni qo'lingizdan keladi deyapti. Bu xabarni insoniyatga ulashish aynan sizga berilgan deyapti. Siz qo'rqishingiz shart emasligini bilishingiz kerak. Yengillashing va tabiiy holatingiz bo'lgan yuqori tebranishga qaytish jarayoniga ishoning. Wow. Mana shu yerda yana bir eslatib o'taman. Bilasizmi, har biringiz hozir bu so'zlarimni kimdir aql orqali qabul qilyapti, lekin men nima deyotganimni har biringiz ruhingiz his qilib turibdi va ruhingiz qabul qilyapti. Siz avvaldan yuqori tebranishda bo'lgansiz, boshidan. Va ataydan yerga kelish uchun, yerda bu tajribalarni yashash uchun chastotalaringizni tushirgansiz. Va bu chastotalarni deyapti, ko'taring. Ya'ni avvaldan, boshidan siz asl tabiiy holatingizda yuqori chastotada bo'lgansiz deyapti. Va har biringizga shu yerda aynan bu tuyg'uni his qilishingiz, aynan yuqori chastotada dunyo qanaqa bo'ladi, uni his qilishingizni har biringizga tilayman. Bu juda ilohiy jarayon. Va butun dunyoda hamma narsa mohiyatini yo'qotadi va yagona qoladigan narsa
aynan yuqori chastotalarda bu asl sevgi. Asl sevgi deganda biling, hozir siz ongingizda anglagan, tushungan sevgi emas. Bu tubdan boshqa narsa. Davom etamiz. Hayotingizda ba'zida jarayonlar yomonlashadi deb xavotir olishingizni hojati yo'q, chunki siz yaxshilanish yo'llarini tanlashingiz mumkin. Va buni o'zingizga doim eslating. O'zingiz ustida qilayotgan barcha ichki ishlaringiz siz tashqi dunyo deb atayotgan haqiqatda aks etadi.